Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qizlar, bugun sizlar bilan Medipil brendiga tegishli bo'lgan Lacto Collagen maskasini obzorini boshlaymiz. Bu maska bizga nima qilib beradi? Bu maskani eng zo'r afzalligi yuzimizga lifting effekt beradi. Lifting o'zi nima desa, lifting bu yuzni tarangligini oshirish, elastikligini oshiruvchi ish. Agar yuzingiz tarang hamda elastik bo'lsa, demak lifting qilgan bo'ladi. Lifting qilish, botoks qilish hozir kosmetologiyada juda keng tarqalgan. Lekin Amerika deyman, Koreya deyarli kosmetologlarning ishini, nonini yarmini olyapti. O'zini texnologiyalari, o'zini shunaqangi bir hayratda qoldiruvchi krem yoki maskalari bilan kosmetologlarni nonini yarimta qilyapti desam bo'ladi, to'g'risi. Bu haqiqat. 2023-yilni innovatsion mahsuloti deb Ridgel Shotdan olindi. Mikroigl tarkibiga mikroigl qo'shilib, o'sha kosmetologlar qiladigan ignoterapiyani protsedurasini nonini yarimta qildi desa bo'ladi. Menda shu Ridgel Shotda pidiarinligi bor, ajinga qarshisi shunaqa effekt zo'r beradi qizlar. Men o'zim ishlataman. Yaqinda 1 yil bo'ladi olganimga. Doimiy o'shani ishlataman. Bu ham mana shu maska ham xuddi shunaqa yaxshi effekt beradi. Avvalo yuzimizga lifting, eng birinchi o'rinda chuqur namlantiradi. Juda ham chuqur namlantiradi. O'sha chuqur namlantirishning hisobiga yuzni derma qavatida namlik yetarli bo'ladi. Oqibatda yuzga elastiklik ortadi. Yuzimiz elastikligi yuqorilashgan sari poralarimiz ko'rinmay ketadi, kichrayib imkon qadar ko'rinmaydi. Poralar hamma yuzda bo'ladi, chunki o'sha poralar orqali biz yuzimiz nafas oladi. O'sha poralarimiz kattalashib ketishi bizga yuzning ichki qavatida kollagen yoki namlik yetishmasligini hisobiga bo'ladi. Agar yuzimiz ichki qavatida namlik yetarli bo'lsa, poralarimiz juda ham kichkina bo'ladi, odamning ko'ziga ko'rinmaydi. Shu sabab yosh bolaning yuzi tiniq tarang bo'ladi. Biz havas qilamiz u. Shunaqa tiniq tarang bo'ladi, chunki ularning yuzining ichki qatlamida kollagen miqdori hamda elastiklik miqdori juda yuqori bo'ladi. Agar yuzingiz ichki qavatida elastiklik miqdori juda yuqori bo'lsa, siz yuzingiz shunaqangi tiniq, shunaqangi tarang ko'rinadi, menga ishoning. Mana shu maskani xizmati yuzingizga chuqur singib, juda ham chuqur namlantiradi. Yuzingiz derma qavatigacha namlik yetkazib beradi. Oqibatda poralaringiz elastikligi oshganning hisobiga poralaringiz kichrayib, yuzingizga lifting, ya'ni botoks effekti olasiz. Ishlatgan sari yuzingiz poralari kichraygan sari, elastiklik, namlik yuqorilashgan sari yuzingiz tiniq, tarang, xuddi kosmetolog oldiga borib kelgandek chiroyli, tiniq bo'ladi. Hamda mana shunaqangi yaltiroq effekt beradi qizlar. Nalichida keldi. Bugun o'zim sinab ko'rmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa zo'r maska nalichida bor qizlar. Narxini ham qo'yib qo'yganman, ko'rgan bo'lsanglar. O'zi 250 ming sotmoqchi edim, yana shunday yaxshi klientlarim bor, shularga yaxshi narx qilib bersam, doim tez olib kelib turaman. Buni ham hamma ishlatsin deb narxini yaxshi narx qo'ydim qizlar. Narxi 215 mingdan qo'yganman. O'zi 250 minglik maska edi qizlar. Men ko'proq olib kelganim uchun yaxshi narx qilib berdi. O'shanga yarasha men ham sizlarga yaxshi narx qilib berishga harakat qildim. Nalichida bor, murojaat qilinglar. Buni effekti zo'r. Men aytib o'tdim sizlarga. Hozir indamasalaring yana o'sha gapni qaytarib o'taman. Erinmasdan. Hammalaringga chuqur hurmat bilan magazin Hanna Cosmetics tashrif buyuringlar. Sizlar uchun nalichida bor.